Hududiy inspeksiyamiz tomonidan reyd tadbirlari olib borilmoqda. Bugungi reyd tadbirimiz Farg'ona shahar Madadkor mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Ahmad Yassaviy ko'chasi 37-sonli ko'p kvartirali uyda amalga oshirilmoqda. Reyd tadbirlarimiz davomida fuqarolar tomonidan ko'p kvartirali uyning orqa fasad qismidan tegishli ruxsatnomalarsiz o'zboshimchalik bilan eshik proyomlari ochib olinganligi aniqlandi. Holat yuzasidan fuqarolarga 15 kunlik muddatda ochib olingan eshiklarni asl holatiga qaytarib bartaraf etish bo'yicha majburiy ko'rsatmalar berildi. Berilgan majburiy ko'rsatma talablari belgilangan muddatda bajarilmasa, ularga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 3-qismiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, ma'muriy jarimalar qo'llanildi.